Yolg'iz o'zim 8 oylik qizim bilan Nyu-Yorkka uchib keldim. Kompaniyamiz tomonidan bo'ladigan tadbirga qizim bilan keldik. Anchadan buyon Manhattanni ko'rgim kelardi. Oxirgi marta 19 yoshimda ko'rgan edim va oradan 10 yil o'tib ko'rish nasib qildi. Mehmonxonaga borganda kutgan maqsadlarimni amalga oshgani haqida hech bir fikrim yo'q edi. Katta sahnada top liderlar qatoridan joy olish va Amerika bo'ylab yangi masterlar ichida eng katta tovaroborot qilgan ayol ekanligimni tushimga ham kirmagan edi. Zal atmosferasi, sahna energiyasi meni ichimni qamrab oldi. 1 yil oldin oddiy uy bekasi, 3 ta farzand onasi edim. Hozirda 4 ta farzand onasi, shuningdek Coral Club kompaniyasi lideri, erkin, o'ziga qattiq ishongan, moliyaviy erkinlikka erishayotgan, dunyo bo'ylab sayohatlar qilayotgan va shu bilan birga ko'p ayol qizlarning hayotini o'zgarishiga sababchi bo'layotgan omadli ayolman va sizni ham hayotingizning o'zgarishiga sababchi bo'lishni xohlayman. Biz faqat ona yo rafiqa emasmiz. Biz orzulari bor, ularni ro'yobga chiqaradigan kuchli ayolmiz. Siz ham shunday imkoniyatlarni istaysizmi? Unda komandamga qo'shiling.